Kirish so'zi o'rnida. Kitobimni dahilar uchun, bilimdonlar uchun, yo'lboshchi, amir, lider yoki valilar uchun foydalanish materiali, hech bo'lmasa savoq kitobi bo'lib qolar deyishga jur'at qilolmayman. Chunki his qildimki, bizning dahilarimiz bakrak ulug' bo'lg'achmikin, boshqalarning dahilaridek haq yozgan kitoblarni o'qib yuradigan zidi-pastlardan emaskan. Shunga ular o'zi haplashmoqchi bo'layotgan dushmanni, o'zi ozod qilmoqchi bo'layotgan millatni tushunish uchun o'tganlarning savoqlarini nazardan o'tkazish, tadqiqotchilarning izdanish mevalarini ko'rib, siyosiyonlarning hayoti, tarixdagi zo'r siyosiy voqealarning munosabatlik mazmunlarini o'rganib esiga selib olish, mag'lub bo'lganlarning, g'oliblarning hayot faoliyatlarini tadqiq qilish va o'rganish qatorliq ishlar bilan ulug'vor obrazini tuvanlatmaydi ekan. Ularning ishimi xiyoliy, ya'ni bir raqobatchining nima o'ylab, nima qilayotganligini, oilasi, shaxsiy turmushi qatorliq yeb bozoridagi ulug' ayollardek cho'ng ishlar bilan band bo'lg'achqa kitob ko'raman, ozodlik yo'lida izdinaman, cho'nqur cho'kaman deb kundalik ko'ch parangi va diqqat qilishga tegishli muhim nuqtalarni nazaridan saqit qilib, rais jumhurlikni qo'ldan berib qo'yishdek xatolikni sodir qilmaslikqa diqqat qiladi ekan. Demisimi, ular raqobatchi dahilarning harakatiga diqqat qilib turmasa, agar u unumli ish qilib ketib, dahilik o'rnini muqimlab olsa bo'lmaydi-da. Shunga diqqat turib, vaqti-vaqtida buzib turish kerak-da. Men bu kitobimni kimlarning o'qib, kimlarning o'qimaydiganligini aniq bilsammi, yendila nashrga tayyorladim. Demakchi bo'lganim, kitobimni men bilganni biladigan, balki mendan ko'p biladigan, cho'nqur o'ylaydigan, teran fikr qiladigan odamlar vatan haqida bir qatra foydali bir nima chiqib qolamdikin degan umid va izdinish ro'yi bilan o'qiydi. Ular biladigan ishlarni mening qayta uqtirishimning ularga ancha manfaati bo'lmaydi. Aksicha, men o'qib, bilib qilishni umid qiladigan, kitobim orqali ma'lum tushunchalarga ega bo'lib qilishni, aqalli savodga bo'lsa-mu erishishni istagan keng avom Uyg'urlarning asosiy aholisi o'qimaydi. Kitob o'qimaydigan, gazet o'qimaydigan, faqat yeb bozoridagi xotinlardek ko'ch paranglaridanla xabar o'qib, ko'ch paranglaridanla bilim oladigan bundaq ongsiz xalqni ma'naviy jihatdan yetaklash, tarbiyalash, yetildirishning imkonsizligini bilib tursammi, mo'minlik qarzim, Uyg'urlik burchim, Sharqiy Turkistonlik bo'lganlik majburiyatim tufaylidan bu ruhni g'ajilaydigan, tanni ajlashtiradigan tafakkur amgikini qilmay turolmadim. Bizning bu bilimdan xalqimiz tuymasdan xandan urib vaqtlarcha yashayotgani bilan bizga yuzlangan qismatning xataridan tinim shirkinidir. Lekin beg'am millat bu xatarni haqiqiy his qila olmayotidi. Ba'zilarimiz partiyaning parlaq milliy siyosatidan umidvor saranglarcha yashayotgan bo'lsak, ba'zi valilar texmo bema'ni usulda amaliyotdan chetnigan, bolalarni ahmoq qilgandek intayin oddiy, teyiz, xunuk fikrlar bilan xalqni ustilab ko'ldirilib jon boqmoqda. Xalqning ziyoda nodonligi ularning tijoratiga xo'p tushgan bo'lsa, haq va foyda ziyonni uqtirib qo'yay deguchilarni bi-rijaligi bilan zardigo'sh qilmoqda. Yodimga ixtiyorsiz holda Chexovning Hasrat degan hikoyasi kechidi. Hikoyada dardmand kirakash buvay kimni uchirsa o'z holini to'kishga boshlaydi. Har kim o'z g'imi, o'z holi bilan bo'lg'achqa uning zoriga hech kim quloq solmaydi. Oxiri bechora buvay eg'ilda etini silab turib dardini etiga so'zlab berdi. Bugungi kunda kitobxona bo'lmagan bu kitob tangli oyatda Uyg'ur tili yo'qolgan, Uyg'urlar singishib tugagan zamonda muzeylarda saqlanib qolsa, shu zamonda moda bo'lgan, nasli qurib ketgan millatlarning tadqiq qilish jamiyati degandek organlarning foydalanish materiali bo'lib qilishni tasavvur qilganimda ko'zimga yosh tiqildi. Balki bilimdan kishilarimiz millat yo'qolmaydi, shum gap qilma deb radiya berar. Ammo masala ayni shu darajada jiddiydir. Chunki biz mavjudligimizni saqlashning aqalli shartlaridan mahrummiz. Davlatdan iborat bu millatning qo'rimi temi, mudofaa halqasi bizda bo'lmagan ekan, yo'qolishni tan elishdan boshqa yo'l yo'qdir. Ilgari ichki ziddiyatlarga zehn va vaqt zoya qilganimga o'kinib qoldim. Birinchidan, g'ayvat so'rinlaridagi joylashlarga kitob orqali radiya berish
xuddi chivinni qilich bilan qo'g'ilgandek ortiqcha ham behuda ish bo'lish bilan birga amaliyotda ularni inovatli qilib qo'yadi ekan. Chunki unda g'ayvatlarning hech qanday hayot kuchi bo'lmaydi. Qisqa muddatda unutiladi va hech kim tarixda falon degan mashhur pitxo'rlarimiz o'tgan ekan deb eslab o'ltirmaydi. Kitob bo'lsa minglarcha yil yashab qoladi. Ikkinchidan, ularga baribir gap ta'sir qilmaydi ekan. Zehn isrofchiligi bo'ladi ekan. Uchinchidan, ularga qartilgan ochiq gaplarni dushmanlar sharhlab, yaxshi odamlarga qartilgan qilib ko'rsatib, uqishmaslik paydo qiladi ekan. Shunlashqa asosliq zehnimizni ozodlik yo'lida izlanishga qarasak, texmi to'g'ri bo'ladi ekan. Gerçi parcha-purat maqollalarimning to'plami bo'lgan bu kitobimni ozodlik yo'lida izlanish deb atagan bo'lsam-mo, buningda yana boshqa mazmunlarmi bordek qiladi. Meningcha bular tajriba savoqlar, ideviy to'salg'ular, psixik to'salg'ular haqidagi mulohiza va bayonlar bo'lib, tegi taktidan olganda yanala ozodlikqa munosabati bor deb o'ylaganligimdan u xildagi maqollalarimni bu kitobga kirgizdim. Ba'zi samimiy kishilar ilgirki kitobimni millatni kasal chirmab ketdi, qutqizishga amal yo'q degan umidsizlikka ilib boradigan deb tanqid qilgan edi. Bu ma'lum ma'nodan aytganda to'g'ri, ammo umidsizlikni targ'ib qilish tushanchisida bo'lish odillik emas. Chunki birimiz kasalni ko'rsatsak, yana birimiz doğrusini toparmizmikin deb o'ylagan edim. Balki texi shunisi borki, doğrusini tepishmi, kasalni uzil-kesil tepib chiqishmi bir necha odamning qo'lidan kelmaydi. Yuzlab, minglab odam bu haqda bosh qotirishlari, doğru taklif qilishlari kerak. Bir kasalni saqaytmoq uchun bormagan doktor, tevib, hatto doxon, baxshilarmi qolmagandek, bizmi texi ne ko'ylarda paloqlaymiz. Qutulish yo'li ko'rsatilmagan degan ayibni yuklash oson bo'lgani bilan yo'lni ko'rsatish u qadar oson emas. Rost, kitobimda to'g'ridan to'g'ri bundaq bir yo'l ko'rsatilmagan edi. Ham bundaq bir yo'lning bo'lishimi hozircha ancha aqlga sig'maydi. Ammo yo'l faqatla yo'qmi emas. Uning döv-döv chatqonlardek so'z jangallarida ba'zi chig'ir yo'llar ko'rinib turibdi. Kasalning ko'rsatilishi farsiz tutilsa yaxshilanishdanmi dalolat beradi. Ammo bu tarafi yaxshi anglashilmagan. Shunga mazkur kitobimda garchi bek cho'ng gap bo'lsa-mu aniqroq yo'l ko'rsatish urinishlardimi bo'lmoqchiman. Ilgari biz barliq tinchlik usullari, atalmış siyosiy yo'l, salohiyatimiz hozirlanmagan holda tushakap suhbat yo'llari, umuman jasoratsizlikni chiroyli niqoblaydigan barliq xotinlarcha usullarni inkor qilib, qon to'kmagicha, jondan kechmagicha vatan bo'lmaydiganligini o'ttirib qo'ygan edik. Ba'zi qizg'in kishilar bu qon to'kishning konkret usullari haqida yozdi. Buningga qo'shilish bilan birga bu tashabbusga qarshi kelmaydigan yoki putlashmaydigan, o'limga jur'ati bo'lmaganlarga muvofiq ushshaq amaliy harakatlar, kurash yo'llari, milliy borliqimizni saqlashning aqalliy yo'llari, ushshaq bo'lsa-mu amaliyligi jihatdan har holda quruq yig'inlardan yaxshiroq bo'lgan yo'llarni ko'rsatishga tirishdik. Umuman, hurriyat orzusida bo'lgan xalq qandaq ruhiy holatda bo'lish kerak, qandaq hissiyotda bo'lish kerak, qandaq ideviy tayyorlikda bo'lish kerak degandek mazmunlar ustida bilginimni o'tirib qo'ydim. Bir odamda dushmanga qarshi kin, nafrat tuyg'usilar bo'ladigan kurash imkonlari tepilmay qolmaydi. Xuddi shundoq ko'rsatishga urinmish bo'lgan bu yo'llarmi har kimning qo'llanish imkonlariga ko'ra har turlikdir. Qoldi gap bizning qo'llanishimizga bog'liqdir. Qo'lingizdan qaysi kelsa, shuni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bek bo'lmaganda dilingizning cho'nqur yerida Xitoyni o'ch ko'rish tuyg'usi bo'lsa-mu birga hisob. Shundaq bo'lsa, bu tuyg'u sizning eng nozik so'z harakatlaringizda ifodalanib, avlodingizda ijobiy ta'sir paydo qilishi. Siz xuddi psixik jihatdan pishgan millatlar mustamlikchilarga tutadigan tabiiy yoqtirmaslik pozitsiyasini bo'lsa-mu ongsiz holda ifodalab qilishingiz mumkin. Agar dilingizmi bundaq o'chmanlik tuyg'usining o'rin elishidan o'z bolalaringizga bundaq bir udumni miros qoldirishdan qo'rqsangiz, munofiqning naq o'zi bo'ptiman deyvering. Kitoblarimda millatimizning ajallik ojizligini qiyisishim, ba'zilar degandek umidsizlik targ'iboti emas. Ko'zda tutganim milliy xosligimizga, real amaliyatimizga mos kelmaydigan yo'llarda qaymoqmaslik, cho'ng gaplar bilan o'zini o'zi go'llamaslik, balki
o'zimizning amaliy ahvoliga yarasha kurash yo'lini tadqiq qilib tepish uchundir. Kitobda yana ba'zi ochiq qurlarmi uchraydi. Lekin tushungan o'qirmanlar uchun bular bizning qismatimizdanmi ochiq emas. Birsi mening tamaki chekishimni shundoq ochiq so'zlar bilan tilga olgan edi. Ahonat chekkinimdan ikkinchilab tamaki chekkan holda bu birodarga muloqot bo'lishdan uyilib tashlayotgan edim. Mana endi o'zimgimi, jamiyatga foydali bo'ldi. Ochiq gaplarning tatliq natijasi bu. Xuddi shuningdek tanqidiy iboralarimning ochiqi biror tabiiyati bor izo tortishni biladigan vatandishimizga ta'sir qilib, mening tamaki tashlaganimdek natija ro'y bersa ajab emas deb o'yladim. Ochiq qurlarimni ba'zilar shaxsga qilingan hujum deb qarashi mumkin. Bizning shug'ullanayotganimiz inqilob. Inqilob bo'lgan ekan, u kishilar xiyol qilgandek hech kimga tegib ketmaydigan, hech kimni ranjitmaydigan siliq sipoyi narsa emas. Bu haqda o'zimda yodlaydigan yillardan xotiramda qolgan mavzuning inqilob haqidagi bir ta'birini naql qilib qo'yay. Inqilob qilish mehmon chaqirish, ziyofat berish emas. Rasm chizish, kashta tikishmi emas. U undaq muloyim, undaq nazokatlik emas. Inqilob bir sinf yana bir sinfni og'dirib tashlaydigan zo'ravonlik harakat. Meningcha bu tarafi to'g'ri. Shundaq ekan, uning kimlarningdir nozik joylarini yetishtirib yetishi tabiiy va kutilgan natijadir. Ochiq to'ra hamon yori bor joyni yetishtirdi. Yana bir ehtimollikni hisobga olib, bu yerda azroq oldin javob berishni loyiq topdim. Mamlakatda biror yaxshi kitob yozilsa, kasbda yuksalolmagan bir necha qitug'ur qalamkashdan boshqa hamma odam maqtaydi. Ammo chet elda undaq emas ekan. Choponchi savdogardan tortib dallollargacha, terchilardan tortib omati kelmagan mullalargacha hammasi baholig'ili qusur izlab meningcha degili turdi ekan. Kitoblar haqida muloyiza, munozara qaynot yaydirish, obzor e'lon qilish albatta yaxshi ish, ilmiy ish. Shundaqla o'qirmanlarni kitobni texmo yaxshi tushunishga yetaklaydigan foydali vositadir. Ammo bu ilm masalasi bo'lish sifati bilan ilmiy sohaning, ilmiy odamlarning ishidir. Chet elda bo'lg'inning o'zinila har ishga fikr qatnashtirish, hamma shay haqida ko'z qarash e'lon qilishning shahodatnomasi hisoblab olgan bu odamlar o'zini chaqlamay gap yo'rg'ilitib, ba'zi fitnalarga yo'l ochib beradi ekan. Biz bu yerda bu janoblarga qisqachalar o'zingni bil, hamilingni qil deb qo'yimiz xolos. Haqiqatan nurg'un kitoblarni o'qib, izlanib, keraklik aql to'plashga urindigan Uyg'ur tayinliq deb o'ylab, bo'libmi doirlar ichida bundaq izlanish ro'yiga egalarining tayini yo'qligini nazarda tutib, bilishga tegishli ishlarni tarixga oid kitoblardan naql elib, sahfa ko'chirishga majbur bo'ldim. Agar biz ko'p kitob o'qiydigan xalq bo'lganimizda edi, texmo ko'p manfaat olgan bo'lardik. Misoli, mevini bog'da yegan qandoq, taxsiga elib kelinganni yegan qandoq. Birsi soni cheklik, turi oz. Birida tanlash imkonlari keng bo'lgandek bir ishdir. Amaliyatimizda yuzlarcha kitob ichidan shirni yig'ishdan erinmaydiganlarning bek ozligini ko'rib turibdimiz. Tayyor bo'lsa hazm qilish osonroq bo'lar deb samondan ayrilgan chashni sunishqa. Buning bilan hech bo'lmasa birlarining tafakkuriga ilhom berish, asli aqlliq bo'lsa-mu, uchak holatida turganlarni g'idiqlash roli o'ynab qolar deganni nazarda tutdim. Bu gaplarni bu yerda eskartishimdagi yana bir sabab shuki, bilarmanlarimizning ko'pligidan tarixiy kitoblardan uzun naql elishimni bir xil ko'chirmakashlikmikin, o'zining kashfiyoti qilib oldimikin deb ansirashlarning oldini olish uchundir. Bilish kerakki, tarix bo'lib bitgan hayot kartinasidir. Uni bir shaxs kashf qilgan emas. 1998-yili dekabr Toshkent, 2001-yili Istanbul.